Assalomu alaykum. Men Ergashev Bekzod, innovator jamoasi sardorman. Bizning Hard Price tanlovi uchun taqdim etayotgan loyihamiz Plazion deb nomlanadi. Ya'ni bu plazma orqali havoni tozalash va real vaqt asosida monitoring qilish bo'ladi. Muammoga qaytadigan bo'lsak, bugungi kunda ekologiyaning zararlanishi juda ham global muammolardan biriga aylanyapti. Bu nafaqat iqtisodiy, balki odamlar salomatligiga ham o'zini ta'sirini ko'rsatyapti. Masalan, o'pka raki, astma va yurak qon kasalliklari. Masalan, aytaylik, hozirgi kunda O'zbekistonni misol qilib aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda 850 dan ko'proq zavod va fabrikalar o'z faoliyatini olib bormoqda. Lekin shuncha fabrika va zavodlardan chiqayotgan zararli tutunlar bu atmosferani juda katta miqdorda o'zgartiryapti va global isishni ham olib kelmoqda. So'nggi yillarni aytadigan bo'lsak, bir yilda O'zbekistonda barcha zavod va fabrikalardan 874 ming tonna zararli chiqindi atmosferaga chiqqan. Va mana bilamizki, hozirgi kunda Toshkent havosi ham ifloslanishi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni oldi. PM darajasi 2,5 dan tepa. Ushbu loyihamizda men qanday ishlashini aytib beraman. Bu loyiha past kuchlanishli tokni yuqori kuchlanishga aylantirilgan holda plazma hosil qiladi va plazma maydonidan o'tgan o'sha zararli gazlar va changlar atmosferaga to'g'ridan-to'g'ri kislorod bo'lib chiqadi. Va bizning loyihaning yana bitta ustun tarafi borki, katta kuchlanishli megavatlarni biz sensorlar orqali bemalol qo'lda boshqara olishimiz mumkin. Va ichkaridagi tashqaridagi havoni biz tahlil qilib markazga jo'natish qobiliyati bor bu qurilmada. Bizning loyihamizda ma'lumotlarni tahlil qilish uchun MQ131 va MQ135 sensor datchiklar ishlaydi. Bu jarayonda, ya'ni tutun bu qismdan agar kiradigan bo'lsa, aytaylik, bu zavodni o'sha tutun chiqadigan joy bo'ladi. Chiqayotgan paytda avtomatik tarzda qurilma ishga tushadi va past kuchlanishli tok yuqori kuchlanishga aylanadi va bu jarayonda plazma hosil bo'lib, parchalab yo'q qilib beradi. Bizning qurilmamizda boshqa qurilmalardan farqi o'shandaki, bizning qurilma kam tokda ishlaydi va bu bevosita energiya tejamkor qurilma hisoblanadi. Va bu filtr emas, balki o'zi tortib tepaga havoni surib beradigan tarzda texnologiyadan foydalanganmiz, shu tarzda ishlaydi. Bu degani filtr emas, ya'ni boshqacha usulda parchalash bu. Bu to'lib qolmaydi va boshqa filtrlarni biz ma'lum bir vaqtdan keyin olib tozalashimiz kerak bo'lsa, bunda unaqa bo'lmaydi. Mana yaqinda Navoiy metallurgiya zavodida bitta qurilma ishga tushirildi va hech qancha vaqt o'tmasdan tezda ishdan chiqdi. U filtr birinchidan katta megavat kuchlanish bilan ishlardi va u tezroq to'lib qoldi. Bizda unaqa emas, ya'ni boshqacha texnologiyadan biz foydalanganmiz. Hozir buni ishlatib ko'rsataman. Demak, tasavvur qilamiz, bu o'sha zavodning quvuri, zararli tutunlar atmosferaga chiqayotgan qismi va qurilma ishga tushiramiz bu qurilmani biz hozir. Demak, mana qurilma ishga tushgandan keyin o'zi avtomatik havoga toza havo chiqadi. O'chiramiz. O'chirganda mana o'sha karbonat angidek havoga chiqyapti. Yoqqanimizda esa yana avtomatik tarzda tozalab beradi. Bizning loyihamiz shu edi. Barchaga rahmat.